Hürmetli vatandaş, bugünkü haber leksiyelerimizle başlayımız. Leksiye ise de Gazi Roze. Bugün çizlağa 2018 yıl, vay geçirenler, 2021 yıl 8. ayının 18. günü hürmetli vatandaşım, vaziyet doğrusu da gep kılsak, birinci vaziyet bugün Duvit orbitede Amerika Qo'shma Shtatlarining dokladi, yuqumliq virusining manbai to'g'risidagi dokladi yaqinda e'lon qilinadi deyildi. Bunga qarata Jungoning Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Javlijan Amerika Qo'shma Shtatlariga 3 parcha savol qo'ydi. Vatandosh, Amerika istihbarat organları Jungo'ga münasebetlik yuqumliq virusning manbaini majburiy e'lon qildi. Javlijan Amerikaga kayni-kaynidan 3 savol qo'ydi. Amerika istihbarat organları yuqumliq virusning manbaini tekshirishning natijasini o'z vaqti bilan e'lon qildi. Yuqumliq virus Wuhan yuqumliq virus tadqiqot tajribaxonasidan chiqib ketgan deb xulos chiqarilgan dokladni e'lon qildi. Duvit orbiti 8. ayning 18. kuni. O'tanda xabar deymizdan vatandosh. Tajribaxonadan chiqib ketdi. Yuqumliq virus butun dunyoga tarqaldi. Bugun Jungo birla Amerika Qo'shma Shtatlarining dushmani emas, bütün dünyanın düşmaniga aylandi degan gap. Demak, tajribaxonadan chiqib ketdi. Bu bugun Duvit orbitida berildi. Bugün kechgacha Amerika ovozida berildi. Yana berilganda yana xabar qilib tahlil qilamiz vatandoshlar. Bu mishat turibdi son. Endi ikkinchi bir xabar, hurmatli vatandosh. Osmonda tor, yerda qopqon. Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni tutqun qilishi. Muxbirimiz Aziz 2021 yil 8. ayning 16. kuni Erkin Osiyo Uyg'ur Tel programmasi 11 avgust kuni Amudaryo jamiyati bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti birlashib e'lon qilgan osmonda to'r yerda qopqon Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni tutqun qilishi. Oldingi har qaysi axborot vositalarining qiziq nuqtalaridan biri bo'lgan. 10 nafar Xitoy fuqarosining josuslik bilan ayblanib qo'lga olinishi Afg'onistonda. Keyin texnik kuchaygan bularning ko'p qismi amaliyotda Xitoy hukumati avatgan Uyg'urlar bo'lib, diqqat vatandosh. Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkiloti nomida tashkilot qurish hamda Afg'onistondagi Uyg'ur qurolliqlarini o'z yeniga to'plash. Shu orqali Uyg'ur terrorlik guruhining mavjudligini isbotlash vazifasi bilan kelganlar edi. Yoki shunday vazifa bilan Afg'onistonga avatilgan edi. Ma'lum bo'ldimi vatandoshim? Bu Turkiston Islom harakatining a'zosi bo'lib, bu Turkiston Islom harakatining boshliqlari bo'lib, atalmış qo'shtirnoq ichidagi doirlar bo'lib, ko'ranglab ketganlar. Masalan, Turkiyadagi ulamo hukumatlar men bu yerda tilga olgan vaqtida Uyg'urning islom dini ahkomlarini, ve İslam dini felsefelerini puxta o'zlashtirib, Uyg'ur xalqiga tabliğ qilib hozirgacha sap ve pokiz yashab kelayotgan Uyg'ur akobirlarini ko'z tutmadim. Qo'saq vaqti mahsumlar, qo'saq vaqti ulamolar, qo'saq vaqti hukumatlar nima deb javob bersam onanga? Yaqinda Amerika inkor qilib edi bu tashkilotni. Shu vaqtda mana o'rda qopib, voy undoq ozod qildi. Mana Amerika Islom harakati tashkilotini ozod qildi.
Taha muhokamaga, munoziraga, davr muhokamasiga chaqirtilib so'zlangan odamlar nima deysamdi bunga? Muxbirimiz Aziz apandiga ming rahmat. Yani ondan başka esiniz basın hürmetli vatandaş. 1998 yılı, 1999 yılı O'rta Osiyo yüz bergan dollar bulançılığı. Desep aldap eqish, aldashqa ko'nmagan vaqtda o'ltirish, bulan talan qilish. Hozirgacha 4 nafar kishi o'ltirildi dedi. Umumiy o'ltirilgan odam 37 nafar. Ve aynı çağda bunu dokumentlaştırıp Amerika'da alakadar organlara topshirgan edi. Endi onun ismiyle ilan qiladigan vaqt keldi. Lekin o dokladning tizimi hozir iskilatda. Allah mağın nisip etsin, iskilatdan elip çıkıp vatandaşlarga topshirma. Demek dollar bulançılığı qatnaşgan uşaq uchun qari yosh hammasi Xitoy tashkillagan jasuslar. 1998 yılı, 1999 yılı O'rta Osiyoda muşu namda o hareket, bu teşkilat, o teşkilat. Şarkı Türkistan İslam Merkezi, nime Esencan damıllam, nime Abla damıllam. Muşu damıllamlarının hemisi del Xitoy teşkillagan jasuslar teşkilatı, jasuslar guruhi. Ben şunda qarab kelgan edim bugun Erkin Asiya Radyosu'nun Uygur bilimi muhbir Aziz Efendi buna ait paket kaldı oturup koy. Bunu tekşirip oturup koyganlar Uygur Project, Uygur Kişilik Hukuk Programısı, yaka kuruluşu, yani birisi Amu Deryası cemiyeti, bu cemiyetini bilmedim. Demek bunu ilan kıldı bugün. Hazır Torbek çıkıveli Xitoyperestler, o hayırlar, bu münafıklar, tegi tek hain üzenken sen kava. Adam öldürüş katnaşkan adam kı sen eve O'rta Osiyoda. En ahırı Dilbirim Samsaqvan öldürdün 3 adam. 3 nefer katil ismini etmeyme bugün. Sel vakti var yana. 3 nefer katil en ahırda Dilbirim Samsaqvan öldürüştün gay. Hiç yol bilen, kalem bilen Uygur davasını kılıvatkan komünizm o. Nozgum cemiyetini kurup Uygurlar hizmet kılıvatkan muş mezdum ayağını öldürüştün gay. Katiley. Yani sen o kişi ben, bu kişi ben de oturgu çıkıyılıp onu Xitoyperest, bunu hain. Kimse de casus. Demek senin kılıvatkan hareketin mi şu? Casusluk hareketin mi şu? Başkaları tıllaş hakaret ile üzengi orun tapımen, mertebe tapımen de oylama. Kara kosak. Karı Türk savaşçıyız. Senin sözlerin cevap verişten haç diyor. Savaşsız adam ile eliş görüş. Mendeki adam için uyat buludu. Lakin şunu aytmayay ki bugün sen aşkarlan. Senin ekimindeki adamlar aşkarlan. Bunun için bugün radyoya rahmet eytemen. Şundakla muhbir Aziz Efendi'ye rahmet eytemen. Bana o ikinci haber. Ve kıskarak olup kaldı çünkü vakit şunda olup kaldı keçirenler. Yani tahlil kılımız bunu. İkinci haber. Üçüncü haber. Afganistan'da hazır bir azimet oturuğu çıktı. Bu azimet kim? Afganistan'ın kanunluk hükümetinin muavin prezidenti Hacim nime dedi? Amanullah Salih dedi mi? Şunun yakarak bir isim o oturuğu çıktı ki ben kanunluk hükümetinin muavin prezidentimen. Ben Talibanların bu hakimiyet yaki hukuk beşliği kelişige Afganistan'ı yana kalaymakan kılışı koşulmayman adakçı elişimendir. Demek ki yeni bir adam hazır oğal valadık Afganistan'da oturuğu çıktı. Bu vaziyetin üçüncüsü hürmetli vatandaşlar. Endi bunun için de ben başta ettim o otandaki haber. Çünkü Kompartiyasının Wuhan virus tədqiqat işxanasından taşqırığı çıkıp ketken virus. Endi hazır aldığımızda qandaq keldi Amerika taraf ilan qilgan Amerika avaz yetip keldi çok olmuş men. Ma Dovit orbitining boğazmışı içindeki sözlep duray vatandaş. Bundaq ilan qilish demek endi nima deymiz? Jungoning iqtisodi bundaq. Jungoning ichki siyosati bundaq. Jungoning tashqi siyosati, bo'ri masalalik bundaq.
Bu qilib qoladiki, agar mushu hukm, mushu xulosa Amerikada aloqador taraflardan e'lon qilinib o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, Jungo Kompartiyasining halokat davri boshlandi, davrim vatandosh.